Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bir yakshanba tongi muborak bo'lsin. Bugun biz sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish va profilaktik tibbiyot bo'yicha katta tajribaga ega mutaxassisning uyiga yo'l oldik. Qani ketdik. Mana azizlar, biz qahramonimizni xonadoniga ham yetib keldik. Bugungi qahramonimiz amaliyotchi nutritsiolog, preventiv shifokor Saodat opa Elmurodova bo'ladilar. Endi ularni bezovta qilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Avvalambor Saodat opa, bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sizning ishingiz odamlarga sog'lom turmush tarzi berish va to'g'ri ovqatlanish sirlarini o'rgatish. Menimcha bugun tomoshabinlar sizdan juda ham ko'p foydali ma'lumotlar olishadi. Xush kelibsiz, juda ham xursandman. O'zi aslida bugungi kundagi dolzarb muammo bo'lib qoldi. Chunki qayoqqa qaramang supermarket, qayoqqa qaramang tayyor ovqat, qayoqqa qaramang faqat yemish sotiladi. Ana shunday vaqtda sog'lom bo'lib qolish va mana shu takliflarni orasidan sog'lomini tanlab iste'mol qilish bu juda katta, nima deydi, ham mahorat talab qiladi, ham bilim talab qiladi, ham qanaqadir munosabat talab qiladi haqiqatan. Chunki shu qadar chiroyli va reklamadorki ishlab chiqarilayotgan narsalar, lekin ming afsuslar bilan aytamanki, uni hammasi ham bizga foydali emas. Siz qanday qilib nutritsiologiyaga qiziqib qoldingiz? Qanday qilib preventiv tibbiyot sohasiga kirib keldingiz? O'zi asli mutaxassisligim bo'yicha Qarshi davlat universitetini tugatganman, o'qituvchiman, pedagogman. Juda uzoq yillar komsomol sohasida ishladim, partiyada aktivistka bo'ldim. Bunday olib qarasa, hayotim o'zi hamma va ham qanaqadir yangi ma'lumotlarni, yangi axborotlarni, yangi bilimlarni berishga qaratilgan faoliyatda yashagan ekanim. Keyin taqdir meni CHF degan xalqaro tashkilotga yetakladi. Undan keyin yana boshqa sohalarda o'zimni sinadim. 49 yoshlarimda edi. Juda oilamizda bir mudhish voqea bo'ldi. Biz avval bitta ukamdan ayrildik, keyin yana bitta akamdan ayrildik. Onam rahmatli anchagina yoshlari katta bo'lib qolgan edi-da, lekin hech qachon 11 ta farzandni, 9-farzandiman oilada. Mendan keyingi ukam nobud bo'lgan, onamni qanday kuyganlarini, onamni qanday azob chekkanlarini ko'rganman. O'shandayoq aytganman, inson sog'lom yashash kerak. Nima uchun otam, onam mana sog'lom yashashni, nima uchun biz sog'lom yashamayapmiz? Nima uchun bizda bunaqa ko'p muammo degan birinchi ichimdagi tug'yon o'shanda boshlangan. Ukamni vafotidan keyin ishimdan ayrilganman. Shunaqa juda katta depressiya yurgan vaqtim, aptekalar tarmog'i, yaxshi bilsangiz kerak, shaharda ham ancha muncha bor. Ana shularni hammasini deyarli juda ko'pchiligini o'zim boshchiligimda ochganmiz. Xalqqa xizmat qilaylik, xalqni salomatligiga hissa qo'shaylik degan bir nimada soham umuman boshqa bo'lishiga qaramasdan kompaniyaga ishga kirdim. O'qidim. Umuman boshqa soha endi aptekalar, dorilar, mana shu aptekalarni tarmog'iga
ishga keldim, rahbar bo'lib ish boshladim. O'zimni mas'uliyatimni bildim, nimalar qilishim kerakligi menga yozib berildi. Hattoki mana shu aptekalarga yurgan vaqtim ham doim o'ylar edimda, nima uchun odamlar juda ko'p dori iste'mol qilinadi, juda ko'p davolaniladi, lekin nega sog'liq yo'q? Jumladan o'zim ham oyligimni deyarli 60% aptekada qoladi. Unisidan nimadir sotib olaman, bunisidan nimadir sotib olaman. Doim qanaqadir muammolarim anchagina, talaygina edi shu yoshga qadar. Ana shu 49 yoshimda akam nobud bo'lgan vaqtlari o'ylaganman. Akam rahmatli jigar sirrozidan ketdilar. Menda o'sha vaqti 2-, 3 darajali jigar sirrozi tashxisi qo'yilgan edi menga. Ancha muncha muammolarim, buqoqda muammo bor, oshqozon hazmida muammo bor, ichaklarda qabziyat bor, protruziya belda bor, kayfiyat doim tushgacha yaxshi, tushdan keyin yo'q, energiya yo'q. Ana shu zaylda yurgan vaqtim jigar sirrozi opa 2-, 3 daraja davolaning deyishgan vaqtda savol berganman. Axir men 10 yildan beri davolanaman. Nega menda ketmayapti-yu, ko'payapti? Har 2 yilda bitta yangi diagnoz qo'shiladi. Nega degan savol har doim meni qiynar edi. Mana shunday kunlarda yana bir tanishim taklif qilib qoldi. Mana shu sog'lom turmush tarzi bilan shug'ullanadigan bir vrach bor. Shuni bir huzuriga bormaysanmi deb Damir Erkin Nabaymirzayeva shu inson bilan uchrashdim, suhbatlashdim. Ana shu suhbatimiz meni preventiv meditsinaga yetaklab keldi. Avval o'zimni sog'lig'im uchun keldim, keyin qarasam juda o'sha men xohlagan joy mana shu yer ekan. Hayotimning davomi mana bugungi kunda amaliyotchi nutritsiologman. Odamlarga sog'lom turmush tarzi qoidalarini o'rgataman. Insonlarga yeyish uchun yashamaymiz, azizlar. Yashash uchun yeyishimiz kerak degan lozungni baralla ko'tarib, mana shu sohada bugungi kunda faoliyat yurityapman. Bilasizmi, hozir yo'lda men bir shirin kulcha yeb oldim. Chunki sizni oldingizdan boshqacha odam bo'lib chiqishimni bildimda. Shuning uchun shirin kulcha yeb oldim. Uning uchun urishmaysiz degan umiddaman. Mumkinmi har zamonda bayram qilib tursa shunaqa? Albatta, har zamonda mumkin. Agar ana shu shirin kulchadan oladigan zararni darrov tozalab tashlash usulini bilib olsangiz, uni ham bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Xo'sh, qanday qilib tozalaymiz? Birinchidan, har doim unutmang, inson organizmida shunaqa bir biologik jarayon ketadi. U yerda doimiy ravishda nimadir suriladi, nimadir chiqish kerak. Ana shu jarayonda ishtirok etadigan ilohiy suyuqlik bor. Juda ko'pchilik bunga ahamiyat bermaydi, lekin men hozir juda xursandman, odamlar juda ko'p ahamiyat beryapti. Bu suv. Suv. Inson organizmida birinchi hamma biologik jarayonlarda ishtirok etadigan suyuqlik bu suv. Tanaga hamma kerakli mikroelementlarni tashib beradi, organizmdagi hamma toksin zaharni o'z vaqtida yuvib chiqishga yordam beradi. Shuning uchun birinchi qoida, oltin qoida, hech qachon unutmaslik kerak. Buni hammaga, yoshu qari insonlarga hamma vaqt yurgan yo'limda tavsiya berib yuraman. Sizga ham bugun birinchi tavsiyam shuki, albatta suv normasi bor. Suv ichish kerak. Suv organizmdagi mana shu hamma biologik jarayonlarda ishtirok etadi. Hammasini ideal ravishda ketishini ta'minlaydi. Suv obi hayot deb bejizga aytishmagan. Shunday. Endi men mana shu bitta shirin kulchani yuvib tashlashim uchun qancha suv ichishim kerak? Har 30 kilogramm vaznga 1 litr hisobidan suv iste'mol qilamiz. Kuniga. Kuniga har 30 kilogrammga 1 litr. 70 kilo bo'lsak, 60 kilo bo'lsak 2 litr, 70 kilo bo'lsak 2 litr 100 milligram, 80 kilo bo'lsak 2,5, 90 bo'lsak 3 litr. Ana shunday qilib ko'tarilib boradi. Bu organizmdagi o'sha hamma biologik jarayonlar normada kechish uchun suv juda muhim. Mana shu tavsiyangizga amal qilaman albatta. Bugun yakshanba, men hozir to'g'ri zararli mahsulot yeb qo'ydim, lekin sizni qo'lingizdan bir foydali bir nonushta tayyorlab yesak bo'ladimi? Albatta. Ham o'rgatasiz, ham meni mehmon qilasiz. Albatta. Keling boshlaymiz unda. Rahmat. Birgalikda maza qilib nonushta qilamiz, a? Men sizga yordam beraman. Bo'ldi, kelishdik.
eng yaxshi ko'rgan joyim Ijodxona. oshxonam, ijodxonam. Judayam shirin ekan. Mening ham ijod qilgim kelib ketdi. Endi birgalikda Saodat opamiz bilan ijod qilamiz. Birinchi navbatda sochimizni yig'ishtiramiz. Ayollar Oshxona. ovqat pishirayotganingizda sochingizni albatta yig'ishtiring. Iloji bo'lsa ro'mol o'rash kerak. O'zi Endi bugun aslida shunday to'g'ri aslida tavsiya. Saodat opa, endi nima qilamiz? Nimadan Tak, boshlaymiz? siz bilan gulkaram bilan zapekanka qilamiz. Buning uchun bizga gulkaram kerak, tuxum kerak. Tuxumlarni albatta yuvamiz. Yaxshilab. Rosti gap, meni o'zim ham shu narsani bilmaganman. Mana nutritsiologiyaga kelib bilayapmanki, qanchalik darajada biz organizmimizga parazitlarni o'zimiz bilmagan holatga tushiramiz. Keyin hayron qolamiz. Bu diagnoz menga qayerdan keldi? Boshimga gurzi tushdi-ku deb hayron qolamiz. Ota-bobomiz yuvmasdan iste'mol qilgan. Ota-bobomiz davrida buncha zahar yo'q edi. Albatta. Yer bor edi, havo bor edi, suv bor edi. Bizda hozir juda ko'p zahar bor deb qo'shib qo'yaman-da. To'ppa-to'g'ri. Saodat opa, ayollar uy, ro'zg'or, bola chaqa deb ko'pincha o'zini unutib qo'yishadi Shunday. va pala-partish ovqatlanishadi. Ayollarga nima deb maslahat berasiz? Mana shu yerda ayol salomatligi nimadan boshlanadi? Momam qachonlardir menga aytganlar, bolam, ayol kishi husnni og'izdan oladi deb. Xo'p. Bu degani biz yeydigan narsamiz yo bizga husn beradi yoki husnimizni o'g'irlaydi. Shuning uchun sog'lom ovqatlanish bu eng asosiy qoida. Shu joyda aytib ketay, qarang. Qanaqa yog'dan foydalanaman? Birinchi navbatda Qanday yog'dan? bu gehi yog'i. Aha. Bu momalarimiz tayyorlagan sari yog'. Bir vaqtlar shu sari yog'ni umuman iste'mol qilmaganman, ishonasizmi? Qanchalik darajada qancha vaqt xato qilganligimni. Bu eng foydali, organizm uchun eng o'sha jigarga yuklama bermasdan oson hazm bo'ladigan yog'larning biri. Bu sari yog'. Shuning uchun albatta sari yog' nutritsiologiyaga kelganimdan buyon boshqa yog' ishlatilmaydi. Uyimizda sari yog' va albatta MCT yog'. Xalq orasida mish-mishlar yuradi, Saodat opa. Non yeyish zararli, ko'p go'sht yesa semirtiradi. Mana shunga o'xshagan mish-mishlarga nima deysiz? Non yeyish kerakmi, yo'qmi o'zi? Non eng foydali, eng to'yimli, eng maza ozuqalardan hisoblangan. Lekin agar u xamir turishga qilingan bo'lsa. Lekin afsuski hozir hamma narsani teziga o'tib ketdik. Drojji. U ham tarjimada xamir turish aslida. Xamir turish, Lekin u kimyoviy yo'l bilan boshqacha tartibda tayyorlangan bo'lganligi uchun drojji xamir tez oshadi va uni tarkibida o'sha aynib qolmasligi uchun, achib qolmasligi uchun, o'zini xususiyatini yo'qotmasligi uchun maxsus har xil kimyoviy ingrediyentlar qo'shiladiki, ana o'sha organizmga zararli. Va non yeydigan vaqtingiz albatta ahamiyat bering. Oq undan qilingan non, bu bug'doyni olib, uni tozalab, keyin unga yana ham oq rang berish uchun unga ham ma'lum bir ximiyalar qo'shilyapti. Shuning uchun bizni ota-bobolarimiz yegan non, momalarimiz pishirgan nondaqa maza ham, energiya ham hozirgi nonlarda yo'q. Shuning uchun qancha nonni kam yesak, shuncha foydaliroq. Lekin yeyish kerak. Yeyish kerak. Birorta idishni olamiz tuxumni urish uchun. Karam shundoq turaveradi. Karamni ozgina tayyorlab qo'ydim. 10 daqiqa qaynatib. Maydalash kerak emasmi? Tak, hozir maydalaymiz uni. Hozir farzandlarim uzoqda, bittasi Germaniyada o'qiydi, magistraturada, bittasi Toshkentda yashaydi, kelin bilan. Oilada o'zim, kichkina o'g'lim, yana bitta tarix bor, meni kichkina o'g'lim bor. O'zim olmishga yaqinlashyapman, lekin kichkina o'g'lim 12 ga kiradi. Har doim aytaman, mening javohirim, mening mo'jizam deb. Mana shu bola ham qaysidir ma'noda hayotga qaytishimga juda ham nima bergan, ha. Uni aralashtiring yaxshilab. Ovqatga ham men ham unday katta ahamiyat bermayman hozir, chunki o'sha qoida biz yeyish uchun emas, yashash uchun yeymiz. Eng asosiy qoida shuki, ovqatlanishda biz nonushtani juda balanslashgan, juda foydali va juda to'yimli qilib agar yesak, nonushtani biz kun davomida energiyamizni juda yaxshi saqlaymiz. Bekorga aytilmagan ruslarda, bilasizmi? Shunaqa maqol bor edi, rus tilidan o'zi aslida kelgan. Nonushtani o'zing ye,
Завтрак yeyishsam, обед поделить с другом, ужин отдай врагу. Bizda dushman yo'q deb hisoblaymiz. Kechki yemay qo'ya qolamiz. Endi Saodat opa, siz mutaxassissiz. Mutaxassis bo'lsangiz ham hech buyurtma berib ham ovqatlanasizmi? Bo'ladi. Foydali demayman, lekin nimadir yeyish uchun. Masalan, nimani buyurtma berishim mumkin? Tandir go'shtini buyurtma beraman. Odatda tandir go'shtini chunki o'zim qila olmayman. Tandir go'shti odatda buyurtma bo'ladi bizning uyimizga. Yana yaxshi somsa. Chunki somsa ham, tandir go'sht ham bu foydali ovqatlarni sirasiga kiradi. Ana, somsa foydali ekan demak. Foydali nima uchun? Chunki u nimada tandirda pishadi, qovurilmaydi. Qovurilmaydi. Tandirda pishgan ovqatlar demak foydali. Qovurilmaydi, qarang, qaynamaydi, u dimlanib pishadi. Shuning uchun u foydali bo'ladi. Hamma mazasi ham o'ziga qoladi. Bo'ladi. Yoki yana aralashtiraymi? Yaxshi, yo'q bo'ldi. Buni ichiga tuz, ziravorlar solamizmi? Albatta solamiz. Oshxonada eng sevimli ziravoringiz qaysi endi? Hamma ziravorlarni o'ziga yarasha foydasi bor. Mana bu ezilgan ko'kat, bu kashnich, qo'llarimiz toza edi, bemalol qo'ldan foydalanamiz. Hammasi bizga foydali ziravorlar. Rangi ham chiroyli bo'ldi. Buni endi yaxshilab aralashtirasiz. Tuz solamiz. Tuz albatta. Tuz juda ko'p iste'mol qilishsa zararli deyishadi, Saodat opa. Shunga qanday qaraysiz? Tuzlamalar, sho'r ovqatlar masalasida. Hamma narsani ko'pi zarar. Agar u me'yorda bo'ladigan bo'lsa, uni hech qanaqa zarari yo'q. Tuz masalasi bu alohida mavzu. Chunki bugungi kunda juda tuzni yomonlab tashlandi. Tuzdan foydalanish kamayib ketdi. Tuz esa organizm uchun elektrolitlarni so'rilishi uchun juda muhim. Tuz bizga juda kerak. Shuning uchun mana shu oddiygina Gimalay tuzi bor, shaklli. Xo'p. Ana shu Gimalay tuzdan agar tilingizni ostiga doimiy ravishda kun davomida 1, 2, 3 bo'lak tashlab yursangiz, bu sizni sog'lig'ingiz uchun juda ham yaxshi. Shuning uchun tuz zararli, tuzni kam yeyish kerak, tuzni yemaslik kerak degan odamlarga tavsiyam shuki, tuz azizlar bizning organizmimiz uchun juda kerakli narsa. Shuning uchun tuzga alohida ahamiyat bering. Albatta, bu degani faqat yotib olib tuzga yeyish kerak degani emas. Lekin u ham o'zini normasida bo'lsa juda ham yaxshi. Mazaliroq bo'lishi uchun bittagina pomidor ham qo'shamiz. Tuzlamalarchi, mana karam, bodring tuzlamalarini juda ham hozir ayniqsa kuz faslida juda ham yaxshi ko'rishadi odamlar. Men o'zim ham juda ham sevib iste'mol qilaman. Ayniqsa karam tuzlama bo'lsa, siz juda to'g'ri yashar ekansiz, bilasizmi? Rostdanami? Chunki tuzlangan degani bu fermentlashgan degani. Har qanday narsagini tuz bilan aralashtirib, sal 3, 4, 5 daqiqa qoldiring. Bu fermentlashadi. Maxsus kerakli bo'ladigan fermentlar ishlab chiqariladi. Ana shu ferment aslida hazm uchun ishtirok etadi. Shuning uchun sho'r karam, ya'ni fermentlashgan karam iste'mol qiladigan bo'lsangiz, juddalar ajoyib ish qilasiz. Juddalar to'g'ri ish qilasiz. Rahmat. Endi Saodat opa, tuzni foydali ekanligini bilib oldik. Shakar haqida shunday deya olamizmi? Afsuski, shakar haqida unaqa deya olmayman, rostini aytsam. Chunki shakar hamma narsada bor. Mevada ham bor, sabzavotda ham bor. Iloji boricha oq shakarni, mana bu sotiladigan shakar bor-ku, kilolab, tonnalab sotiladi, bilasizmi? Qancha ko'p sotiladi shu shakar. Qancha kam iste'mol qilsangiz, shakarni shuncha yaxshi. Chunki biz o'sha kerakli bo'ladigan shakarni bemalol mevalardan olishimiz mumkin. Sabzavotlarni ham tarkibida qanchadir miqdorda bor. Shu biz o'zi aslida shakarni bilasizmi nima uchun yeymiz? Bizga energiya kerak bo'lgani uchun. Bu glyukoza. Tanaga u kerak. Lekin uni shu qadar ko'p yeyilyaptiki, dunyoda shunaqa statistika bor. insonlar shakarni kunlik normasini 70 baravar ko'p yeyishyapti. Nima uchun? Bolalarda ortiqcha vazn, kattalarda ortiqcha vazn, hammada insulin juda yuqori. Bu biz aynan uglevodni, tarkibida shakar ko'p bo'lgan narsalarni juda ko'p iste'mol qilamiz. Onalarga mana shu borada
aytgan bo'lar edim yosh onalarga, ayniqsa bolasini ertalab bog'chaga olib ketaveradimi, yosh bolasini maktabga olib ketaveradimi, ertalab balanslashgan ovqatlantirib bolani olib borish kerak. Lekin juda ko'pchilik nima qiladi, qo'liga bitta pechenye yoki bitta konfet, shokolad tutqazadi-da bolani maktabga bog'chaga olib boradi. Ana shunday qilib biz o'zi aslida bolalarni, o'zimizni, farzandlarimizni fermentativ xususiyatini, oshqozon osti bezini fermentativ xususiyati bor. U ferment ishlab chiqaradigan organ. Ana shuni faoliyatini izdan chiqaramiz. O'zimiz bilib bilmay bolalarimizga yomon ish qilib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun albatta ertalab bolalarga ikkita tuxum qaynatib berish, ertalab tvorog bilan smetana yaxshilab aralashtirib berish, asal bir choy qoshiqqina, iliqqina choyga 4 tagina yong'oq. Onalarimiz qanaqa ovqatlantirishardi bizani? Mayiz. Mana shunaqa ovqatlantirish kerak bolalarni. Mana bunaqa pechenyelar, konfetlar, bola undan hech qanaqa energiya olmaydi. Bolani organizmi uchun, uni o'sishi uchun, uni bugun kun bo'yi xizmat qilishi uchun shu bolani tanasiga biz ertalabdan hech narsa bermaymiz. Ertalabdan qurilish materiali, ko'p miqdorda oqsil, ko'katlar va foydali ovqatlanish judalar muhim. Endi siz bilan karamdan ajoyib hozir salat tayyorlaymiz. Ertalab Budqalar yaxshi ko'radiganim grechka, ovsyanka. Qanday qilib to'g'rash kerak? Men to'g'rayman budka olib. Olasiz shunchaki. Qo'lda. Yurib tashlasa ham bo'ladi. Mana bunaqa qilib kesib tashlasa ham bo'ladi, bemalol. Buni ustidan pomidor bodring. Pomidor bodring salat uchun shunchaki maza berish uchun qo'shamiz buni. Ishtaha ochish. Aslida, o'zi bu suvdan boshqa narsa emas. Mana shu salatning ichida foydalisi mana shu ko'kat bo'ladi. Karam. Iceberg karami menimcha. Shunaqami? Shunaqa. Hidini biz yetkazib bera olmaymiz, lekin shunaqa hid kelyaptiki, odam ishtahasi ochilib ketdi. Ko'rishsa, do'stlarim ham kompliment qilishadi qo'sh tirnoq ichida. Ertalabdan ko'kat yeysanmi, ertalabdan karam yeysanmi deb men aytaman, azizlar, agar bilsalaring edi buni qanchalik darajada foydali ekanligini, albatta menga bu savolni bermagan bo'lardinglar deyman. Endi tuz. Albatta. Menimcha zaytun yog'i qo'shsangiz kerak. Qarang, zaytun yog'i albatta qo'shiladi. Mana shu yerda mana MCT yog' sizga hozirgina aytdim. Birinchi o'rinda turadigan juda foydali yog', jigarni aylanib o'tib hazm bo'ladi. Umuman jigarga hech qanaqa yuklama bermaydi. Hidi ham juda foydali. Albatta olma uksusi. Eng foydali sirka deb eshitganman. Xuddi shunaqa. Xuddi shunday. Ajoyib. Oshqozon sokini kislotnosti boshlang'ich qismi salomatligimizni, chunki agar kislota miqdori normada bo'ladigan bo'lsa, hazm ham shunga yarasha bo'ladi. Bundan qancha miqdorda? Bugun mehmondasiz, men sizni MCT yog'i bilan mehmon qilay. Bugun olivka yog'ini o'ziz ham yeyverasiz. O'zizda ham bemalol. Buni rangi ham yo'q ekan. Salatimiz tayyor. Salatimiz tayyor. Endi dasturxonimga tortishdan avval likopchalar, Sizdan bir shaxsiy savol so'ramoqchiman, Saodat opa. Kun davomida qiladigan 3 ta odatingiz haqida so'ramoqchiman, salomatlik uchun. Birinchi odat, suhbatimizni boshida aytdim. Bu ertalab turganimdan 640 ml iliqdan issiq suv iste'mol qilaman. Bu turli xil seminalar, mana kunjutam bor, bu yerda zig'iram bor, kungaboqar ham bor, qovoq urug'i ham bor. Bular hammasi foydali yog'lar. Endi suv ichish odatini ham qarang, mayda-mayda ho'plab ichish kerak deydi, to'g'rimi? Kun davomida albatta hech qachon suvni dast ko'tarib ichish mumkin emas, chunki u darrov
buyrakka boradi, buyrakka og'ir yuklama beradi. Shuning uchun qultumlab ichsangiz, u organizmga singadi va o'zini vazifasini bajaradi. Aks holda buyraklarni biz charchatib ishdan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Endi ikkinchi odatingiz. Salomatlik uchun albatta kundalik qiladigan mashqlarim bor. Uni albatta bajaraman, chunki yosh bu yog'i qarishga qarab ketyapmiz. Meni qizim yo'q, meni qaraydigan, shuning uchun o'zimni shunaqa qoida qilib olganman. Kasal bo'lishga haqqim yo'q, yotib qolishga haqqim yo'q, sog'lom qarishim kerak. Hali qiladigan ishim juda ko'p, mashqlarim bor, maxsus qiladigan. Albatta, u nima bo'lishidan qat'iy nazar qilaman u mashqlarni. Xohlasangiz ko'rsatib berishim mumkin. Va 3-odatim bu har kuni yurish qoidasi. Kunda agar 10,000 qadam yurmasam, yurgan hisobiga kirmaydi. Ana shu 3 odat hech qachon kanda bo'lmaydi. Energiya beradi, kuch beradi, quvvat beradi, qon aylanishini yaxshilaydi, limfa yaxshi aylanadi, moddalar almashinuvi, fermentativ xususiyati, jigar yurishimizni yaxshi ko'radi, o'pka yurishimizni yaxshi ko'radi, qarang. Yurak yurishimizni yaxshi ko'radi. Nimaga yurmasligimiz kerak? Lekin hozir afsuski o'troq hayot. Hamma o'tiradi. Bilasizmi, agar qaysidir odatni o'zingizda shakllantirmoqchi bo'lsangiz, 40 kun shu odatni qilib ko'ring. 40 kun. Bekorga aytilmagan 40 kun chilla deb. Shu qadar o'rganib qolasizki, keyin siz hech qachon uni buzmaysiz. Tana degan biomashinadan to'g'ri foydalansak, unga normal ishlashi uchun sharoit yaratsak, ana o'shandagina biz albatta 100 yoshgacha yashashimiz mumkin. Men bir kun davomida limonli suv albatta juda yaxshi bostirib, mana berli ahamiyat bersangiz, meni aptechkam mana shu. Men bioaktiv faol qo'shimchalarni juda ko'p iste'mol qilaman. O'zim ishonganim, o'zim taniganim, o'zimga yoqadiganlar, o'rganganim, ana shulardan iste'mol qilaman. Bular orasida yod juda muhim, menga bu har kuni iste'mol qilaman. Vitamin D bir umr har kuni iste'mol qilaman. Albatta, omega albatta har kuni iste'mol qilaman. Ana shu mahsulotlar meni organizmimga, sog'lig'im uchun qalqon bo'lib turishadi. Ana endi maza qilib siz bilan nonushta qilamiz. Xo'p, pishib qolgandir? Tayyor bo'lib qoldi. Buni bilasizmi, har xil usullari bor, Dilrabo. Buni bemalol chorkadan o'tkazib, aralashtirib pishsangiz, u umuman boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi. Blenderda urib, xuddi shunday nima deydi, lipyoshechkadek qilib pishirsangiz ham bo'ladi. Har xil variant. Aziz mehmon sifatida o'zingni shunday chiroyli dasturxonga o'tir. Eng chiroyli likopchangdan ovqat yegin deb. Biz esa mehmonlarga tursin deymiz. Mehmon to'g'ri, ulug' inson biz uchun, lekin albatta o'zimizni ham sevishimiz kerak. Ovqatlanishdan oldin albatta suv ichib olishimiz kerak. Har kuni o'zimizni ham mehmon qilishimiz kerak demak. Shunday. Mana iliqdan eng sevimli, eng qadrli mehmondek o'zimizni kutib olib, shunday. suv obi hayot deb suv ichib olamiz. Suvni albatta o'tirib ichganingiz yaxshiroq. O'tirib ichsangiz, suv oshqozonda bir muddat qoladi, oshqozonni yuvadi, keyin ichakka o'tadi. Turib ichilgan vaqti juda tez buyrakka qarab tushib ketadi suv. Mana shu buyrakka yuklama. Oshqozonni tozalash niyat bo'lsa, organizmda metabolizmni yaxshilash niyat bo'lsa, unda albatta o'tirib ichish tavsiya qilinadi. Demak, bemalol o'tirib olib, suvni ham bemalol ichishimiz kerak. Ko'pincha ayollar, mayli erkaklar ham, mening zotim shunaqa o'zi, men oziy olmayman deyishadi. Shu gapga siz nima deysiz? To'g'ri, bo'lishi mumkin shunday. Juda ko'p holatlarda bu narsa odamni o'zini dunyoqarashiga bog'liq ekanligini men ham o'zimda isbot qildim. Chunki qachonlardir 83 kilogramm vaznim bor edi, juda katta vazn edi. Hozir 66-67 kilogramda yuraman. Endi yoshimga bu ideal deb o'ylayman. Hali ham biror kilo aralasam-ku yaxshiroq. Endi qaynona bo'lding, salja ozib ketma deyishadi. Tavsiya beradiganlar. Sog'lom ovqatlanishni baribir keliningizga ham o'rgatgansiz. Albatta. Birinchi qoida shu bo'lgan. Sizning retseptlaringiz bo'yicha ovqat pishiradilar, to'g'ri?
Iloji Lekin boricha. mana mazali. Iloji boricha. Shunda bilinib turibdi mazali ekanligi. Rahmat. Qani oling. Salat bilan boshlaymiz. Salat bilan boshlaymiz. Bilasizmi, bizning organizmimiz uchun nima kerak? Hujayralarning ovqati bor. Biz nima yeyishimizdan ahamiyati yo'q, nima yeyishimizda organizm shunaqa jarayon kechadi. Yedik, og'iz bo'shlig'ida ma'lum bir qism so'rildi. Ovqatni 30 marta chaynang deb Ibn Sino aytganlar. Shu narsaga ham ahamiyat berish kerak. Albatta ahamiyat berish kerak, chunki bu oshqozonga yuklamani kamaytiradi. Oshqozonga tushgan ozuqa agar oshqozonda kislota muhiti normal holatda bo'lsa, u juda yaxshi parchalab, maydalab, gel ko'rinishiga o'tkazadi-da, yegan narsamizni ichakka yuboradi. Ichakda endi ichak devorlaridagi ma'lum tukchalar orqali bifida-lakta bakteriyalarning yordamida hamma foydali mikroelementlar qonga o'tadi. Ovqatni yaxshi kayfiyatda, chiroyli uylar bilan, televizor ko'rmasdan, fikrlarni chalg'itmasdan, chunki miya bilan oshqozon o'rtasida, ichak o'rtasida juda katta bog'liqlik bor. Ana shu bog'liqlikka albatta xalaqit qilmaslik kerak. Albatta, organizm o'zi jarayonida, o'zi normal holatda o'zini vazifasini bajarishi kerak. Agar biz organizmga sharoit yaratsak, u ideal tarzda ishlaydi. Bizni hech narsa bezovta qilmaydi. Ertalab turasiz, energiyaga to'la, kun bo'yi energiya yetarli, kayfiyat yaxshi, miya yaxshi faoliyat yurityapti, oshqozonda hamma narsa yaxshi hazm bo'lyapti. Bu baxt-ku. Demak, o'sha parvarishlash kerak ekan. Ya'ni avaylab, asrab sevish kerak. Shunday. O'zini sevish degani shu bo'lsa kerak. Shu albatta. Endi mana bu pishirig'ingizdan tatib ko'rsak bo'ladi, to'g'rimi? Ruxsat berasizmi? Albatta. Saodat opa, foydali va mazali nonushta uchun katta rahmat sizga. Endi men sizga blitz savollarini tayyorlab kelganman. Blitz savollarimiz qisqa va tezda javob berilishi kerak bo'lgan savollar bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Marhamat. Birinchi blitz savolimiz. Organizm uchun ideal nonushta. Bitta so'z bilan javob bering. Balanslashgan nonushta. Xo'p, aslo iste'mol qilmaydigan mahsulot. Trans yog', shakar. Shakar birdan tashlashmi yoki asta-sekin? Birdan tashlagan ma'qul. Bir kunda qancha suv ichish kerak? Boya Har 30 kilogramm vaznga 1 litr hisobidan. Yaxshi. Sizningcha to'g'ri ovqatlanish qimmat, to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Noto'g'ri. Bu ancha arzon. Uy bekalari eng ko'p qiladigan xato. Uy bekalarining xatosi bu kechki ovqatga to'yimli, yog'li, o'ta kaloriyali ovqat tayyorlash. Bolalar uchun eng sog'lom 3 ta mahsulot. Suv, albatta, sog'lom va ratsional balanslashgan nonushta, sariyog' tuxumi bilan, mana yong'oq. Energiya sarflash uchun eng yaxshi usul. Yurish. Yurish, juda yaxshi. Stress paytida nima qilasiz? Suv ichaman. Bir jumla bilan sog'lom hayot nimadan boshlanadi? Mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan. Sizga kattakon rahmat. Blitz savollarimiz tugadi. Sizni qiynash niyatim yo'q. Saodat opa, bugungi siz bilan qilgan suhbatimiz tomoshabinlarimiz uchun juda ham foydali bo'ldi. Men uchun ham juda foydali bo'ldi. Bundan keyin shirin kulcha yemayman, salat tayyorlashni o'rganib olaman va albatta gul karam yeyman. Qancha ko'p tabiiy narsalarni iste'mol qilsak, organizm shunchalik bizdan minnatdor bo'ladi. Saodat opa, tomoshabinlarimizga aytadigan eng foydali maslahatni kutib qolamiz. Doim aytadigan bitta gapim bor. Inson bu dunyoga baxtli, chiroyli, mazza qilib
uzoq yashash uchun dunyoga kelgan. U dunyoni kezishi, dunyoni go'zalliklarini, daryolarini, o'rmonlarini, bog'larni, tog'larni tomosha qilish uchun kelgan. Aynan ana shunday bo'lishimizni sababi bu noto'g'ri ovqatlanishimiz, suv ichmasligimiz, har kuni keraklicha harakat qilmasligimiz, organizmga bo'lgan munosabatni, mas'uliyatni kimgadir yuklab qo'yishimiz, odatda bu dorilar va vrachlar, poliklinika, bolnitsalar va organizmni yilida 2 marotabagina tabiiy, foydali, bezarar tozalovchi mahsulotlar bilan tozalamasligimiz. Ana shu qoidalar bilan inson 80% o'sha turgan holatidan sog'lom bo'lish yo'lini bilaman. Sog'lom bo'ling, chiroyli bo'ling, oilalaringizda tinchlik, totuvlik bo'lsin, yurtimiz tinch, oilalarimiz baxtli, farzandlarimiz undan-da baxtli bo'lishsin. Aziz tomoshabinlar, sog'lik bu sizning eng katta boyligingiz. O'zingizga, tanangizga mehrli bo'ling. Yanagi ko'rsatuvimizda yangi qahramonning xonadonida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.